Buyum savdo kompleksi, ya'ni ipodrom o'zbek bozor, to'rt 2 do'kon va to'rt 13 do'kon tovarlarimizga kirib kelgan. Sizlar uchun eng minnoy mana shu tovarlarimizni ko'rsatishda davom etmoqchimiz. E'tibor bersanglar, soat 6:30, soat millari 6:30. Yangiliklar kelgan, juda ham chiroyli. Xo'p, do'konimizdan obzorlarni qilib beramiz. Do'konimizda shunday juda ham chiroyli, yuqagina vitroфkalarimiz kirib kelgan. E'tibor bersanglar, juda ham zo'r, ikki taraflama keladigan. Xo'p, kurtkalarimizdan puxavik. Yangiligini mashina haydaysizmi? Aynan shu modellarni xarid qilishingiz mumkin, tayyor turibdi va bu modellarni olishingizni ham maslahat beraman. Bu iminoy bu videomizni iminoy bu YouTube kanalimizga joylamoqchimiz. Mana qaranglar, juda ham zo'r. Qarang, yuqagina vitroфkalar. Ranglarini qarang. Aytib o'taman, fistashka oq tsveti bor va bu modelimizda kofeyniy, och novot rang, bejevый tsvet, fistashka va qora tsveti ham bor. Aynan sizlar uchun iminoy mana shu yengilgina yuqagina vitroфkalarni olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, mana bu variantimizni ham bitta ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Bu hozir keldi, yangi. Mana orqasida bunaqa yozuvlari bor. Ko'rdinglar? Nomini aytolmaymiz, o'zingizlar tushunasizlar. Xo'p, mana qora rangidan ham kel. Bu dazmol qilinmagan. Xo'p, sarpaga ko'pchilik bizdan so'raydi, kurtkalarni bormi? Kurtkalar ham bor, tayyor turibdi. Nimchalar 58 gacha razmerli nimchalarimiz bor, ikki taraflama kiyiladi. Ikki taraflama kiyiladigan. Xo'p, tepa qatorimizga e'tibor bersanglar, mana juda ham chiroyli. Mana ko'ringlar. Shu zo'ra, super. Mana hammalarni do'konimizga kutib qolamiz. Ipodrom o'zbek bozor 4 2 va 4 13 do'konda hammalarni kutib qolamiz.